Prava arzonladi. Ramazon chegirmasiga shoshilamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Hammani hayit bayramlari bilan tabriklayman. Ko'pchilikka ma'lum Space Texnika va traktorlarga rossiyskiy prava qilib beraman. Bugun sizlarga yaxshi yangiligim bor, ya'ni bayram munosabati bilan prava narxlari arzonladi. Shular haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Shuning uchun iltimos videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Men esa boshladim. Birinchi bu prava narxlari mana. Eski narx ikkita kategoriya 36 ming edi, chegirmada 30 ming rubl. Uchta kategoriya 44 ming rubl edi, chegirmada 38 ming. To'rtta kategoriya esa eski narxi 49 ming rubl edi, chegirmada esa 46 ming rubl bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, prava narxlari ancha arzonlagan. Keyin kerakli hujjatlar bu pasport, registratsiya, перевод pasport, medspravka, snes va 3x4 rasmdan 2 dona kerak bo'ladi. Ko'pchilik doimo savol berishadi, prava olish uchun patent kerakmi deb. Yo'q, aslo patent umuman kerak yo'q. Mana shu sana o'tgan, ya'ni mana shu yerda yozilgan hujjatlar bo'lsa, siz bemalol pravani qo'lingizga olishingiz mumkin. Keyin imtihon manzil bu Sankt-Peterburg va Pskovskiy oblastida joylashgan. Agar siz Moskvada bo'lsangiz, Pskovskiy oblastgacha o'zimiz avtobusda olib borib, yana qaytarib olib kelib qo'yamiz. Keyin eng asosiysi ko'pchilik so'rashadi, ekzamen jarayoni qanday o'tadi deb. Azizlarim, ekzamenga biza 100% yordam beramiz, ya'ni o'zimiz ekzamendan sizlarni o'tkazib qo'yamiz va prava bazasiga 100% javob beramiz. Eng asosiysi bizda hafta 10 kunlab pravani kutayotmaysiz. Ekzamen kunda o'ziga borgan kuningizga srazi pravangizni qo'lingizga olasiz. Ya'ni bir kunda siz pravalik bo'lasiz. Ko'rib turganingizdek azizlarim, bizda hamma sharoitlari bor, ya'ni 100% biz sizga yordam qilamiz. Shuning uchun tanlovda adashmang. Agar sizga Space Texnika va traktorga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, mana shu pastga faqat WhatsAppdan bog'lanasiz. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Faqat videoni boshida aytib o'tgandek, shoshilamiz azizlarim, sababi vaqtimiz chegaralangan. Bugun 29-mart sanasi bilan sizlarga video murojaat qilyapman. 29-mart va 30-martga bu chegirma amal qiladi. Ya'ni bu 2-aprel sanasi bilan bo'layotgan ekzamenga chegirma bo'lyapti. Yana qaytarib aytib o'taman azizlarim, 2 kunlik chegirmaga ulgurib qoling va pullaringizni tejab qolish imkoniyatidan foydalaning. Pastga nomerim turibdi. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.